Ana o'rtoqlar, xullas operatsiya boshlandi. Operatsiyaga man oilam Gulmira kirgan, короче. Endi duo qilib turinglar, namozim eson-omon chiqsin. Operatsiyadan qo'pidan toshib bor ekan, o'shani qilish uchun. Endi vrachlar kirib ketdi, 3 ta vrach, Alisher aka. Xullas Bahodir aka kirdi operatsiyaga. Yana narkoz beradigan aka. Yana 2 ta opa kirdi operatsiyaga. Endi nima bo'lsa, Xudodan so'rab turibman, endi nima bo'lsa ham shu operatsiya yaxshi o'tsin deb o'ylayman. Operatsiya bo'lyapti. Operatsiyaga mana aka bular endi operatsiyani boshlaganiga 1 soatdan o'tmoqda. Xullas endi nima bo'lsa ham Xudodan so'rab turaman, ey Xudo, nima bo'lsa ham sog' salomat operatsiyadan chiqsin. Chunki men farzandlarim yolg'iz bo'lib qoladi. Shuning uchun Xudodan duo qilib turinglar, sog' salomat tuzalib chiqsin.